Ko'p qism yuqori qon besim bemorlari ubunida muloqotadi. Yoki bo'lmasa ubunida hayotini oxirlashtiradi. Ne sababi nima? Bu odamning kayfiyati nihoyat yaxshi. Qon besim, ya'ni yuqori qon besim doğrusini nihoyat vaqtida yeb kelayotgan. Parhezlarga buna yaxshi diqqat qilayotgan. Nima uchun bu odam ubunida muloqotadi? Chunki bu odam ig'ir qavziyat, ish qatib qiladi. Şuna bu yuqori qon besim bemorlarida bir kunda 2 vaqt yumshoq tarat qilsa, qon besimi 170 ga chiqayotgan bo'lsa, xotirjam uxlasin. Ertini kuni ko'ralaydi. Lekin kayfiyat yaxshi, vaqtida do'riyotgan bo'lsa, qavziyat, ya'ni ish qatiblam qolgan bo'lsa, biz buni cho'qim doğru istismol qilish kerak. Taratni cho'qim ravonlashtirish kerak. Bir kunda yumshoq 2 vaqt tarat qilishga kapolatlik qilish kerak. Nima uchun bu odam uburni muloqotida degan chog'da, uburniga kirgandan keyin cho'ng taratni tabiiy holda injiqlash xohishi o'tadi odamda. Bu injiqlagandan keyin qo'saqning besimi, darhol bir injiqlagandan keyin yurakka besimni yetkazadi. Yurakka tushgan bu besim yurakni so'qishni tezlashtirib o'tadi. Yurakka tushgan bu besim yurakni so'qishni tezlashtirgandan keyin mengidagi qilqon tomirlarning ichida eqiyotgan qonning suyuqligining eqish sur'atini tezlashtirib o'tadi. Tumuning hammasi tüp-tüz olgan bo'lsa mayli edi. Tumuni bir igilib mangadi. Birinchida qon besim yuqori odamninki qon nisbatan quyoq. Ikkinchida qilqon tomirlarda to'silgan, qetishgan ahvol tamamen bo'ladi. Shuning bilan bir injiqlash bilan qo'soqdagi bu besim yurak ham menga ta'sir yetkazib, meni qilqon tomirlardagi ichida eqiyotgan qon suyuqligining eqish sur'atini tezlashtiradi. Ikkinchisi qon quyoq olgandan keyin dal igilgan yerdan pos yerilib mengizga qon tushadi. Yenik bo'lsa falajlab qoladi. Ig'ir bo'lsa shu zaman hayotni oxirlashtirib ko'kkiga qolib tushadi. Shuning bilan onam dadam ajab uburdan chiqmaydi-mi deb ya kirsa uburniga gadi yetig'liq. Shuning bilan bunga farzandlar bunda deb diagnoz qo'ydi. Tutishib ketyapti mening dadam. Qattiq yoqab tushib ekan, kallasi qattiq tegib ekan yoki chiniqishqa. Shuning bilan mengiz qon tushib ulab qoldi deydi. Yo'q. Buning baş cinayetçisi kim? Dal iç qatib qilish. Qavziyat. Şunu bir demoqchi bo'lgan, yuqori qon besim bemorlari vaqtida to'g'ri iste'mol qilinglar. Parhezga yaxshi diqqat qilinglar. Qat'iy ichingni qatib qolmasin. Doğru iste'mol qilsanglar mayli. Bu yerda yuqori qon besim doğrusi bilan qavziyat, ya'ni ish qatib qilishning doğrusi cho'qim bir yerda turish kerak.